Hey, o tapchiga zavod-ku bu. Qizi bor uyga sochi keladi-da. Bu qizga 4 yil kontrakt to'ladi. Itam so'rab kelmadi. O'qish tugatish bilan hamma tayyorga yo'q. Ha, to'g'ri yo'qatmi? Sani ovqating bu. Ichga kirib o'tirma yana. Sovchilik ekan. Bu safar o'qigani. Bilaman shu o'qiganlar o'zini nomiga uy oladi, xotini nomiga esa mashina oladi. Kreditga. Ay bolam, onangiz o'ringa pul ber. Borim sizniki ona. Shu pulga chaqchib olib kel. Yana sovchilar keldimi? Bugun ishda. Borgan sar ayrim qizlar ishtonsiz, ayrim yigitlar vijdonsiz bo'lib boryapti, bor-ku. Tirek. Inni ham kirib ko'rlarning. Mahirga kelib berasizlar. O'qishni tugatguncha shuncha xarajat ketdi. Ha, xola, keling sovchilikdami? Yo'q, soch patti terib yuribmiz. Temir, alyumin. Botladim. Sovchilarni nimaga qaytarding? Amani ham nevara ko'rib keladi. Nevara ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni uylantirsangiz ham bo'ladi. Ko'zlab qo'yganing bormi? Yuring olib boraman. Xohlasangiz Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasidan boshlang'ich 94 million to'lab, qolgan qismini foizsiz 48 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin. Mana shu qiz ona. Ma'qul. 3 oydan keyin to'y qilamiz. Nega? 4-kurs bitiradi-da. O'l, o'zing ham shunaqa ekansan-ku. Newtonning yangi qonuni o'qigan qizga uylan. Shunda krediting bitta o'zing bo'yningga qolmaydi.